biologiya fanidan 8-laboratoriya mashg'uloti mitoz jarayonining mikropreparat tayyorlash orqali o'rganish mavzusi asosida laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Maqsad, demak, piyozning ildizidagi hujayralarni mitoz bo'linish jarayoni profaza, metafaza, anafaza, telofaza bosqichlarida, interfaza bosqichlarida hujayralar qanday bo'lishini o'rganishimiz kerak ekan. Xavfsizlik texnika qoidalariga amal qilish uchun mana spirt lampasidan foydalanayotganda, tig'li asboblardan foydalanayotganda, mana bu reagentlardan foydalanayotganda qo'lqop bilan ishlash kerak bo'ladi. Demak, ishni bajarish tartibi nimadan iborat? Biz shu hujayralarni o'rganish uchun, tuzilishini ko'rish uchun mana bunday piyozni bir necha kun oldin stakanga suvni solib, uni solib qo'ygan edik. Mana ildiz qolgan. Bu o'simlikni piyozni ildizlari mana ko'rinib turibdi. Suvda ildiz olgan. Mana shu ildizlardan foydalanamiz. Keyin bizga kerak bo'ladi yana atseton, spirt, shu bilan birga atsetokarmin bo'yog'i kerak bo'lar ekan. Eritmamiz uchun alohida pipetkalar kerak bo'ladi. Mana atseton uchun alohida, atsetokarmin bo'yog'i uchun alohida, spirt uchun alohida pipetkalarimiz kerak bo'ladi. Keyin buyum oynachasi va qoplog'ich oynachalarimiz ham kerak bo'lar ekan. Bundan tashqari yana bizga kerak bo'ladigan asbob anjomlar. Mana bu qisqichdan foydalanamiz, skalpel, pichoqchadan foydalanamiz va pirpirval ninadan foydalanamiz. Preparatni tayyorlashda hujayralarni yaxshi ko'rinishi uchun kerak bo'ladigan yana mana bunday filtr qog'ozimizdan ham foydalanamiz. Preparat tayyorlashda uni suvini sizdirib olish uchun. Va spirt lampani yoqish uchun gugurt kerak bo'ladi. Petri idishchalarimiz kerak bo'lar ekan. Bizga mana shunday stakancha, bitta stakancha olamiz. Demak, atseton va spirt aralashmasini solish uchun bizga kerak bo'ladi. Demak, atseton. Atsetondan 4dan 1 qismini olamiz. 4dan 1 qism olamiz. Mana buni stakanga solamiz. Sol. 3 qism spirt olamiz. 3 qism spirtni boyaga atseton eritmasiga aralashtiramiz. Atseton va spirt aralashmasi tayyor bo'ldi. Laboratoriyani keraksiz anjomlarni yig'ishtirib qo'yamiz. Bizga kerak bo'lmaydi. Xo'p, bizga qovuncha kerak bo'ladi. Petri idishchasi kerak bo'ladi. Bu piyozni ildizidan 1 santimetrli bo'lakchalar kesib oldik. Endi bunga biz mana shu idishdagi eritmani, aralashmani quyamiz. Mana quyilgan holatda 10 daqiqa qo'yib qo'yamiz. Piyozni bo'lakchalarini biz nimaga solamiz? Petri idishchasiga pinset yordamida solamiz. Va unga qovunchada boyagi piyoz ildizlarini qo'yamiz. Buni chetlab qo'yamiz. Piyoz ildizlarini ham chetlab qo'yamiz. Ichasida 1 yoki 2 mm holatda kesamiz. Alohida ajratib olib preparat tayyorlaymiz. Biz ildizchani 1-2 mm qilib kesib oldik. Endi unga birozgina suv
tomchi suv va 1 tomchi atsetokarmin eritmasidan tomizamiz. Eritmani ortiqcha qismini bunday qilib siqib olarkanman. Jarayonidagi hujayralarni interfaza, profaza, metafaza, anafaza, telofaza bosqichlaridagi holatini ko'rish uchun mikropreparatni mikroskopga joyladik. Profazada, metafaza, anafaza, telofaza bosqichlarida hammasida hujayralarning holati har xil bo'ladi. Farmakovchilar, mana biz bugun laboratoriya mashg'ulotimizda mitoz bo'linish jarayonlarini shu piyoz ildizidan tayyorlangan mikropreparat yordamida o'rgandik. Buni mana mikroskopda okulyaridan va kamera yordamida o'rgandik. Laboratoriya mashg'ulotini bosqichlarini yozasiz va oxirida mana shu ko'rgan preparatimizdagi rasmlarni chizasiz va xulosa yozib qo'yasiz.